Mini tegirmonlarimiz sotuvda. Grelifa brendida ishlab chiqarilgan mahsulot, original mahsulot. Ishlashini tushuntirib o'taman. Tepadan lyuboy don mahsulotini solasiz. Solib bo'lgandan keyin berkitib qo'yasiz. Changi chiqmasligi uchun. Hop, pastidan chiqib ketadi. Motorini ko'rsatib o'taman. Berkasini. Motor 3 kilovatli motor. 1 soatda 3 kilovat tok sarflaydi. 1 soatda 240 kg donni kepak qilib berar ekan. 50 Hz. Motorning obroti 2850. Bu degani 1 minutda motor tuvali 2850 marta aylanadi. Bu mini tegirmonda o'ziga qulay bo'lgan banatroq joyga qodirib qo'yasiz. Motor 4 ta bolka bilan qotadi. Tepadan don solasiz. Pastidan chiqib ketadi. Bu joydan to'xtatib tekshirib turishingiz mumkin. Yo'q, tiqilib biror nima bo'ladigan bo'lsa, nazorat qilib turaverasiz. Bu tegirmonimizda 2 xil quvvatda bor. 2,5 kilovatligi bor, 3 kilovatligi bor. Manzilimiz Qo'qon shahrida, O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmati bor. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.